Assalomu alaykum aziz birodarim. Sizu bizni omonlikda ko'rishtirgan Allohga beadad hamdlar bo'lsin. Bugungi hikoyamiz pok va nopok aqlning darajati haqida. Bir hakimning yagona o'g'li bo'lib, u aqlli, odobli va intizomli edi. Yigit xushfe'lligi bilan tanilgandi. Biroq yigitni do'stlari beodob, tarbiyasi noqis edi. Hakim bundan qattiq xavotir ola boshladi. Bir kuni o'g'lini yoniga chaqirib, u bilan do'stlari haqida gaplashib olishni istadi. Hakim yonida o'tirgan o'g'liga biroz tikilib turdi-da, asta gap boshladi. O'g'lim, sizning tarbiyangiz, odobingiz meni behad xursand qiladi. Aql bobida ham podshohlardan kam emassiz. Sizni yonimga chorlaganim bo'yisi, do'stlaringizdan biroz shikoyatim bor. Ota, do'stlarimdan qanday shikoyatingiz bor? Ular sizga biror odobsizlik qildimi? Ular menga odobsizlik qilishga botin olmaydilar. Shikoyatim shuki, ularning tarbiyasi biroz qo'pol, fahsh ishlarga ham besuyakdir. Bu illatlar sizga ham yuqishidan xavotirdaman. O'g'il biroz jim turdi-da, Ota, men sizning tarbiyangizni olganman. Shuning uchun o'zimni nazorat qila olaman. Xavotiringiz noo'rin. Hakim o'g'liga tikilib turib, sizga ishonaman, dedi. Kunlarning birida Hakim o'g'li bilan bog'da pishgan olmalarni terishdi. O'g'il olmalarni savatga solarkan, sog' olmalarni bir savatga, chirigan olmalarni boshqasiga ajratardi. Hakim o'g'liga olmalarni ajratmasdan bir savatga solishini buyurdi. Shunda o'g'il, Ota, olmalarni ajratib solganimiz yaxshi emasmi? Hakim jiddiy turib, O'g'lim, aytganimni qiling. O'g'il indamay olmalarni bir savatga joyladi. Oradan vaqtlar o'tib, Hakim o'g'liga savatdagi olmalardan yegisi kelayotganini aytdi. O'g'il olmalardan olib chiqish uchun omborga kirdi. Ne ko'z bilan ko'rsinki, olmalarning bari chirib bitgan edi. O'g'il bundan biroz xafa bo'lib, otasining oldiga keldi. Hakim o'g'lining holatini ko'rib, "O'g'lim, olmalardan olib chiqmadingizmi?" deb so'radi. Shunda o'g'il, Ota, olmalarning bari chirib ketibdi, dedi. Hakim hayron bo'lib, "Nega chiriydi?" deb so'radi. O'g'il biroz kinoya bilan, Ota, men shunday bo'lishini bilgandim. Shuning uchun olmalarni ajratib solayotgandim. Axir sog' olmalar ko'p edi-ku. O'g'il haq bo'lib chiqqanidan biroz kibrlanib, Ota, 100 ta sog' olmalarning ichiga bitta chirik olma qo'shilsa, o'sha 100 ta olmani ham chiritadi. Hakim o'g'liga biroz tikilib turdi-da, shuningdek inson qanchalar aqlli bo'lmasin, nopok kimsalarga yaqin bo'lar ekan. Kun kelib ularga o'xshab qolishi tayin, dedi. O'g'il otasining bu tadbirini tushunib yetdi va otasidan uzr so'radi. Tarbiyasiz do'stlariga boshqa qo'shilmaslikka va'da berdi. Buning hikmati shuki, odamzodning jismi va aqli odatlarga tobedir. Garchi o'ziga bilinmasa-da, olimlar orasida olimligini, nodonlar orasida nodonligini o'zlashtirib olishi mumkin. Shuning uchun kim bilan yaqin bo'layotganingizni ma'nan tahlil qilib, o'zingizni isloh qilishni o'rganing. Hikoyam so'ngida shuni aytmoqchiman. Alloh hammamizni o'z yo'lidan adashtirmasin. Birodarim, yana diydor ko'rishguncha omon bo'ling. Assalomu alaykum.